Men bugun boshlamoqchi bo'lgan narsa qanday qilib bizlarga ulanish, ya'ni vitrinamizga qanday qilib chiqishni va savdolarni boshlash haqida so'z yuritaman. Ya'ni hozir bizlarga ulanmaganlar uchun aytmoqchi bo'lgan gapim, diqqat, diqqat, judayam sizlarga qiziqarli ma'lumotni taqdim etmoqchiman. Qisqacha gapirishga harakat qilaman albatta, nimagaki bizlar Market Yandex.Go'da vaqtingizni zoye ketkazmasdan tayyorgarchilikka vaqtingizni faqatgina o'zingizni buyurtmalaringizni berib, pullarni qo'lingga kiritishga harakat qilyapmiz. Va albatta bu yerda vitrinaga chiqish uchun 4 qadamni bizlar bosib o'tishimiz kerak. Birinchisi bu shartnomani tuzish. Bu haqida batafsil men so'z yuritaman. Ikkinchidan albatta ma'lumotlarni yukladingizlar. O'zingizni aynan mahsulotlaringiz haqida va albatta savollaringiz bo'lsa, bu savollaringizga bizlar batafsil javob berishga harakat qilamiz. Va uchinchi masala albatta bu faoliyat yuritishni modelni tanlash. Bizlarda ikkita faoliyatimizni modeli bor. Birinchisi bu FBS modeli, ya'ni o'zingiz barcha buyurtmalarni to'plab bizlarga yuborasizlar va FBY modelida sizlar omborxonamizga mahsulotlarni yuborasizlar. Bizlar esa buyurtmalarni to'playmiz va uchinchi qadamimiz bu albatta qoldiqlarni topshirish. Buni ham so'z yuritaman bu haqida. Endi esa eng asosiysidan boshlaymiz. Kim bilan bizlar shartnomani ayni paytda tuzishimiz mumkin? Birinchisi bu albatta mas'uliyati cheklangan jamiyatlar yoki yakka tarzdagi tadbirkorlar bilan shartnoma tuzishimiz mumkin va bundan tashqari bizlar hozir aynan Toshkent shahrida buyurtmalarni qabul qilishga tayyormiz, lekin sizlar hozir boshqa hududda joylashgan bo'lsangizlar, siz mahsulotingizni Toshkentdagi bizlarni omborxonamizga yetkazsangiz, bizlar sizni mahsulotingiz bilan Toshkentdan turib ishlashimiz mumkin. Va yana ikkita muhim masalani yoritmoqchiman bizlarni. Aynan sotuvchilarimiz uchun bu juda ham qulaylik bo'ladi. Bizlarga o'zingizni so'rovnomangizni berganingizda shartnoma tuzishga bizlar buni ko'pi bilan nari beri borib bir kun mobaynida buni hammasini bizlar ishlashga harakat qilamiz. Ya'ni bir kun ichida javobini olasiz va ikkinchisi bu komissioner maqomini bizlarni maydonchamizda ishlash uchun siz Marketplace bilan mana shu shartnomani tuzishingiz kerak bo'ladi va sizlar uchun qulaylik yaratish uchun bir nuqtani bosishda, bir tugmani bosishda bizlar albatta mana shu shartnomamizda o'zini tasdig'ini topgandan keyin bizlar barcha ma'lumotlarni tegishli davlat idoralariga yuboramiz va ya'ni sizlar mana shu maqomni avtomatik ravishda qo'lga kiritasizlar. Ya'ni sizlar qo'shimcha hech qanday ma'lumotlarni, hech qanday shakllarni o'zingiz to'ldirishingizga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni hammasini sizlar bitta bir tugmani bosishda hal qilasizlar. Va ikkinchisi bu albatta modelni tanlash. Sizlar uchun bu oson kechmasligi mumkin, lekin bizlar sizlarga qaysi tariflardan foydalanish mumkinligini turli modellarda sizlarga yoritib beramiz va omborxonalarni joylashuvini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mahsulotlarni aynan mana shu yo saralash markaziga yo buyurtmalarni berish nuqtasigacha bo'lgan masofani ko'rishingiz mumkin bo'ladi va bu yerda sizlar tanlaganingizda qandaydir mana mahsulot turini kiritishingiz mumkin bo'ladi va muayyan bir mahsulot bo'yicha qanday tariflar nazarda tutilgan va qanday to'lovlar bu yerda ko'zlanishini ham ko'rishingiz mumkin. Shubhalaringiz bo'lsa va albatta bizlardan ro'yxatdan o'tishga hali tayyor bo'lmasangiz, mana shu bizlarni promo sahifamizda juda ham bir qulayli bir kalkulyator funksiyasi mavjud. Ya'ni ro'yxatdan o'tishdan oldin siz mana shu barcha tariflarni oldindan hisoblab chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda hozir ekranda ko'rib turganingizdek barcha ma'lumotlar juda ham batafsil keltirilgan. Ya'ni vazni qaysi toifaga kiritilishini siz ko'rib, bu yerda qandaydir shubhalaringiz bo'lsa, ro'yxatdan o'tishdan oldin hamma narsani siz shaffof tarzda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizlarni Marketplace bilan qanday qilib ishlashingiz mumkin, foyda miqdori qancha bo'lishini oldindan siz taxmin qilishingiz mumkin. Va yana bir muhim narsa, mana bizlar aynan bu yerda sotuvchi sifatida FBS modelni tanlasak va keyin fikrimizdan qaytsak, bunday vaziyatlar ham kuzatilib turadi albatta. Shubhalarimiz bo'lib turadigan vaziyatlar bo'ladi va aynan shu bois mana shu o'zimizning shaxsiy kabinetimizda qandaydir bir shubha paydo bo'lsa, siz bittagina mana shu tugmaga bosasizlar, ya'ni boshqa modelni tanlash tugmasiga bosib, hech qanday muammosiz boshqa modelni tanlaysizlar. Va so'nggi bizlarni qadamimiz bu juda ham
tez ulanish mumkin bo'ladi. Ya'ni sizlar mana shu qoldiqlarni topshirasizlar. Qanday qilib, ya'ni 3 ta yo'li bilan topshirishingiz mumkin. Bularni hammasini sizlar ekranda ko'rib turyapsizlar. Mana FBY modelida siz mana Alinaxon hamkasbim sizlarga gapirib beradi. Ya'ni buni hammasini omborxonaga sizlar yetkazib berishingiz mumkin. Shu bilan hammasi tugaydi. Ya'ni siz ulandingiz va men sizni bu bilan tabriklayman.